Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Süt birinchi qaldingna, o'ylanib gunim. Yine. Deyma. Yine. Birinchi emas. Osh ichaman dedingiz-ku. Süt birinchi qaldingna gunim. O'ylanib, nelladan ham o'ylandim. Osh ichaman dedingiz. Har kun. desam. Mazı ovqatlay bermadim. Günüm süt birinchi qoldi. Vallahi o'ylanmanglar. Xiyoli qizlar o'ylanmanglar, süt birinchi tushirib beradilar. Al dedi. Kabi yubiley yozib beshta. Ha, biz bugun yubileyga boramiz, keyin hozir reklamalarga boramiz. Bugun men Xorazm Urganchda reklamalarimni kelinlik kiyimida olmoqchiman. To'g'rimi? Men Xorazmga keliniman-ku. Kecha oddiy kiyimda chiqib Oyjon bilan bozorlik qilgan edik. Ko'pchilik yozibdi. O'tgan safar kelin kiyimida chiquvdingiz. Siz hali kelinsiz. Nimaga bunaqa kiyimda yuribsiz? Endi sovuq bo'lgani uchun kurtkalarda chiquvdim. Lekin men juda hurmat qilaman Xorazm xalqini. Har bitta insonning fikri men uchun juda ham muhim. Shu sababli Oyjon ham aytdilar, endi dedilar, reklamalaringni kelinlik kiyimida qilgin, hammasini dedilar. Hozir mana reklamaga ketyapman kelinlik kiyimida. Shunaqa inshaalloh chiroyli zo'r joylarni sizlarga reklama qilib kelaman, kuzatib turinglar. Faqat ro'molimni alishtirishim kerak, kutib o'tiribman.